Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Yana bitta beda o'radigan kaselkamiz tayyor bo'lganda, shuni sizlarga qisqacha bir video qilib tushuntirib o'tamiz. Bu kaselkamiz eniga 160 sm joyida o'radigan bo'ldi. Mini traktorga yasaldi. Andijon viloyatiga. Bunga qo'shimcha zapas pichoqlari bilan yasab berdik. Zapas pichoq yasab berdik, yangi kardan. Mana bunaqangi yangi kardallar o'zida qo'yilgan. Mana qo'shimcha zapas pichoqlari bor. Eniga aytib o'tganimizdek 160 sm da o'radi. Beda, makkapoya, daladagi xashaklar, yantoq, g'o'zapoya hammasini o'radi. Traktorda orqasiga taqib ishlatiladi. Kimni agar qiziqtirsa, shunaqa qishloq xo'jalik agregatlari mana shu telefon raqamlariga murojaat qilishlaringiz mumkin. 93 452 05 17. Bemalol murojaat qilib, zakaz berib tayyorlatishlaringiz mumkin. Manzilimiz Buxoro viloyati Peshku tumani. Mana birin-ketin navbatdagi zakazlarimiz ham tayyor bo'lyapti. Mana ustaxonamiz to'kirni sex. Buxoro viloyati Peshku tumanida joylashgan. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol mana shu telefon raqamlariga murojaat qilishlaringiz mumkin.